Apa kafamdan boşalttın mı? Boşalttın gitti mi? Hmm. Bunu yakına kadar. Hmm. Kulak çıkıyor. Osmon o'xshab. Kan? U qiziqib turibdi shuni. Nechik? Demas boradi. Dema. O'rtasini imyani tashlay, mizani. Ketib qoldi. Ro'yxatga olish jarayonida aholining demografik holati, yashash sharoiti, ta'lim darajasi, mehnat faoliyati hamda ijtimoiy ehtiyojlar bo'yicha muhim ma'lumotlar yig'iladi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi ro'yxatga olish doirasida yerdan foydalanish, fermer va dehqon xo'jaliklari faoliyati, chorva va parrandachilik holati bo'yicha aniq ma'lumotlar shakllantiriladi. Ayni paytda yurtimizda bo'lgani kabi Namangan viloyatida ham ushbu muhim tadbir start oldi. Avvaldan viloyatdagi 254 ta mahallada mahalliy egalik a'zolari uchun maxsus seminarlar ham tashkil etildi. Unchalik tez bermadi, asta yurasan. Chiqarilayotgan qaror farmoni manzilli dastur ishlab chiqildi. O'zbekistonda yanada ko'tarish maqsadida o'sha chet eldan kiritilayotgan to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar
ijobiy natijada Mazkur anjumanda ishtirok etgan jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan atroflicha javob oldi. Aholi va qishloq xo'jaligi mehnatkorlari shuningdek, kelajak yo'llashiga qaralgan muhim qadamdir. Ha, yigirtir yana. davom etamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ayol xususiy klinikada vafot etgani haqida Yigirtir bol, git. Lazerda canlı. Lazerkan, ashurda emasmi? Gayet o'tdim, turib ishlataman. Hı? Osman bu çocuğlarla Müzaya kichkina bilet. U tug'ilgan kunini xorijda o'tkazishni rejalashtirib, bir haftadan beri xususiy klinikada muolajaga qatnayotgan bo'lgan. Çünkü çıkıtmaçı edildi. Böylece ahır bir bütçeyle olayı yakından gitti. Yarım saat başında özü vallahi mektup çocuklar özü. Osmonni. Oxirgi muolajalardan keyin ahvol og'irlashgan. Bu haqida bemorni ko'rishga bo'lgan ishchilari birinchi xabar topgan va yaqinlariga xabar bergan. Shingirda shu vaqt o'ynak ketadi. Bevarakini aylantir az danishadilar. Uni davolayotgan shifokor ahvoli og'irlashganini ko'rib, oila a'zolariga zudlik bilan davlat shifoxonasiga olib borish kerakligini aytib, tezlik bilan hududga eng yaqin bo'lgan Bayat tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli birinchi sonli shifoxonaga yetkazishga ko'maklashgan. Bemor qanday shikoyatlar bilan kelgani haqida bilish uchun 3 nafar farzandning onasi og'irlashgan klinikaga ham bordik. Ammo klinika eshiklari yopiq, shifokor qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassisi ushbu klinika reyestrda yo'qligini aytdi. Holat yuzasidan Samarqand viloyat prokuraturasi shunday izoh berdi. Samarqand viloyati Bayat tumanida 1982 yilda tug'ilgan ayol vafot etgan holat yuzasidan prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Marhumaning sog'lig'ini tashxisi tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. Tekshirish harakatlari har tomonlama to'liq va holdan o'tkazilishi va natijasi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Samarqandda